sizga javob. Jamoat necha puling bor? Savdo qilyapsizmi aka? 79. 79 dan yo bittagami? Tortib olish uchovi. Uchoviga 79 dan aka berdingiz-a. Aka siz necha pul so'rayapsiz? 81. 81. Beradigan holati kelib qolib chekdi, xudo xolasa. Hech qancha rangiza qilmayapti, xudo xolasa. Yebish salomatchiligi joyida, xudo xolasa aka. Juda go'zal. Juda go'zal. Baraka qilamiz. 79 rosa pulni bermadi. Men soting. Qo'rqib qo'ying bo'pti. Yo'q, so'q chiqsa aytaveraman. 79. Akalar, navbatdagi videomiz davomida qo'ylarni haqida ma'lumotlarni beramiz. Kimga qo'ylardan ehtiyoj bo'lsa, kimga qo'ylar qiziqib turgan bo'lsanglar akalar. Aka, assalomu alaykum. Bo'lmaylar, charchamayapsizlarmi? Yo'qsizlar. Ismingizlarga qo'ydim. 9 deyapti, 7 million so'rayapti. 9 deyapsizlar, 7 million bozor so'radi, xudo xolasa. Aybi yo'q, ha? Aybi ko'p yeb qo'yadi. Xudo xolasa. Akalar 9 million akalar so'rayapti ekan. 7 million so'rashibdi. Jinda bozori pishmay qolibdi, xudo xolasa. Aka, qiziqqanlarga telefon nomeri qo'ysak, telefon qilishsa, kelishlarmi aka onlayn ham? Ha? Ha, bitta. Bitta qo'yib bor. Ha, bitta qo'yib bor. Nasib. Akalar. 9 million narx aytishyapti ekan. Aka, bozoringizni bersin. Endi manaqalardan ko'raman deganlar bormi akalar? Güzellaridan. Oldiga o'tib ko'rsatamiz akalar, xudo xolasa. Oldidan turishlari. Hozirga sizlarmi qo'ylar? Necha pul deyapsiz qo'ylar endi aka? Hammasiga bir xil narx qo'yilgan, xudo xolasa. Xayri kami bor-a? Hammasini bitta joyga olaman desa-chi? Kelishiladi, xudo xolasa. Yeb ichishlari yaxshi, salomatchiliklari joyida, xudo xolasa. Agar onlayn savdo qilaman desa, telefon nomerlar qoldirib bera olamizmi? Onlayn savdoga hozircha imkoniyatlarimiz yo'q, ha? Akalar 1 2 3 4 5 6 7 8 ta qo'y bor ekan. 7,5 milliondan xudo's xayri kami bor dedi. Hammasini 8 ta qo'ydi bitta joyga olaman deganlarga xayri kamini chiroyli qilib o'tib beramiz deyapti, xudo xolasa. Navbatdagilari mana o'ta go'zallari. Sori qo'ylar akalar, go'zal. Boshqa sizdan qo'ylar? Qaysi biriga qancha aytyapsiz, tog'a? 6 dan kamini qilib beraman. 3 ta 6 dan kami bor, xudo xolasa. Yo 6,5 dan kamini qilib beraman. Mo 6,5 dan kami bor. Ikki yashar qo'chqor. 2 yasharga to'lgan, xudo xolasa. Yebit salomatchiliklari hamma yo'q joyida. Adresi bilan olaveradi. Adresi bilan olaveradi. Hoshtaga bunga telefon qilib qiziqqanlarga-chi? Telefon nomeri beraveramizmi? 94lik 94lik 103 103 65 75. 65 75. Bering. Qayerda qo'ylari hoshtaga bu?
Bular o'zimiz mana shu Asakaniki. Qo'ylar xudo xolasa Asakada. Hoshtoqa onlayn savdo ham ko'ramiz. Hoshtoqa hammasini 6 oy bitta joyga oldim desa, vodiyga dastlabkilari bo'ladimi? bo'ladi. Bo'ladi xudo xolasa. Akalar bemalol telefon nomerlariga aloqaga chiqib, Hoshtoqa bilan kelishsanglar, dastlabkasini ham yo'lda qilib beramiz deyishyapti. Mana Hoshtoqa bozoringizni bersin. Hop, navbatdagi qo'ylarimiz. Qo'yda oyoqlari, tuyoqlari. Hop, nasrga olaman deganlar mana xudo xolasa. Ishlarni ko'rsatib qo'yamiz. 2 yasharga to'lgan xudo xolasa. Tog'an hech kimlarni aytyapsiz? 9 ha bu ha? Bu ikkovichi. 6,5 dan ha? Yebitisi salomatchiligi joyida. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Tirikchilik ha? Akalar mana qo'ydi holati, jumbalari o'ta go'zal. Telefon nomerlari bersa onlayn savdo ham bormi? Bozorda sotamiz xudo xolasa. Akalar 9 million kami bor ekan. Bunisi bilan bunisi 6,5 million kami bor deyapti. Onlayn savdoga jinday imkoniyatlar yo'q ekan hozir. Xudo xolasa bozorda sotamiz deb yaxshi niyat qilib chiqqan ekan. Baytoqa bozoringizni bersin. Hop. Qo'ydi go'zallari. Bellari hamma yo'q. Bellarini ko'ryapsizlarmi aka buni? Nimalarni ko'rsatib qo'yamiz. Hamma yo'q joyda. Aka hormen charchamayapsizmi? Necha puldan so'rayapsiz aka qo'ylarga? hammasiga 52 dan berdim. 5 dan, 5 million 200 dan xudo xolasa. 52 dan sotilmadi, ha? Bunday hisob chiqmay qoldi. Akalar 52 dan berilmabdi. 5,5 dan xudo xolasa 5,5 million so'm, 5 million 500 ming so'mdan xudo xolasa baraka deyapti. Katta kichik aralash. Shunda mana shu 6 oyni bitta joyga oldim desa xayr kam bo'lamiz degan narxdan aka. 6 oyni bitta olaman deganga. Siz aytgan narxdan xayri bo'ladimi? 6 oyga olaman desa 5,5 dan olsin, ha? Agar ichdan bitta ikkitasini olaman desa narx o'ynaydimi aka? Plus minus bo'ladi. 500 ming plus minus o'ynaydi, ichdan tanlab olaman desa aka. Hurmatli obunachilar, ichidan tanlab olaman desangiz 500 ming so'm plus minus bo'lar ekan. Agar 6 oyni bitta joyga oldim desangiz 5,5 milliondan baraka. Aka, onlayn qiziqqanlarga nima qilamiz aka? Telefon nomerlariga aloqa qilsa bo'ladimi? 91 ga 290 63 51 55. Akalar bemalol shu nomerga aloqaga chiqib onlayn savdolarni qilib akani o'zidan qolgan, biz bera olmay qolgan, bizni esimizdan chiqib qolib, yodimizdan ko'tarilib, mana bozorda to'polonda o'tkazib olgan ma'lumotlarni akani o'zidan olsanglar ham bo'ladi, xudo xolasa. Aka, dastlabkilari bo'ladimi, bo'lmaydimi? Vodiyga dastlabki bora, xudo xolasa. Ha, Andijonda o'ziga. Akalar Andijonda o'ziga xudo xolasa dastlabkilari bor ekan. Aka, dastlabkasi bilan siz aytgan narxga boradimi uyga? Kelishlar, ha? Xudo xolasa. Zo'r, go'zal. Aka, bozoringizni bersin. Akalar navbatdagi qo'ylarni ko'rsatib qo'yapmiz aka. Mana kichkina tor joyda ko'nmayapti ham lekin akalar bu qo'ylar xudo xolasa. Go'zal mana. Dumbalar go'zal bo'lib ketgan. Aka, telefon nomer bog'lanasiz. 7 ga javob. savdo qilyapsizmi aka?
79. 79dan yo bittagami? Orta olish uchovi. Uchoviga 79 dan aka berdingiz. Aka siz necha pul so'rayapsiz? 81. 81. Beradigan holatga kelib qolib chek, xudo xolasa hech qancha ranjda qilmayapti, xudo xolasa. Yebish salomatchiligi joyida, xudo xolasa aka. Juda go'zal. Go'zal. Baraka qilamiz. 79 rosa turdi bemanda. Sokin. Qo'rqib qo'ying bo'pti. Yo'q, so'q chiqsa aytaveraman. 79 dan bo'lsa qo'rqib qo'ying. Oddiy bozor. Baraka bo'ldi akalar, xudo xolasa mana shu uchovi 79 dan o'ta go'zal oldi. Ketdi, hayda. Akalar bunaqasidan yosh qo'zilardan so'raganlar mana yeyishlar yaxshimi yeb turishdi. Aka hormanglar. Charchamayapsan aka, siz. Aka buni yosh oylari qanaqa? 5 oy 6 oylik, xudo xolasa. Mana shunaqasidan olib sekin hafsala qilib boqaman degan akalar, obunachilar, hoji ota, hoji onalar. Hozir ma'lumotlarni olish harakat qilib ko'ramiz. Oldi keladi. Qo'rqib berishdi. Boqmaga tashina hafsala qilib boqaman deganlar aka. Mana telefonni. 4 million 300 dan tanlab olaveradi. Hozir nechta aka soni buni? Bu yerda hozir 12 ta qoldi. 12 ta. 12 tasini bitta joyga olaman desa-chi. 4 million 200 dan beraman. Unda ham xayr kami bormi? Kelishiladigan joyi bor, ha, xudo xolasa. Dastlabkasi bilan. Dastlabki qaygacha bo'ladi aka? Endi shu o'zingizda. Andijonda o'ziga. Vodiyga, misol Farg'onaga, Namanganga so'rasa, unisiga kelishsa bo'laveradi. Transportini agar masalan rasxotini ko'tarsa, Beramiz, boshidan to'g'ri. kelishilaveradi, xudo xolasa. Akalar 4 million 300 ming so'mdan ichdan tanlab olaveramiz deyapti. Bitta olganga. Hammasini bitta joyga olganga 42 million xayri kami bor deyapti. Aka onlayn savdomiz bormi? Telefon nomerini aytib ketsak. 97lik 168 0704 ha? Ha, 0700. Akalar bemalol aloqaga chiqib bizniki Mahmud Uz kanali aka. YouTube'da aka, xudo xolasa. Akalar aytilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib savdolarini, onlayn savdolarini qilsanglar, bemalol imkoniyatlarimiz bor deyapti. Ana. Mana shu bolani olyapmiz, xudo xolasa. Ha, o'zini YouTube'da ko'radi, xudo xolasa. Aka, bozoringizni bersin. Xo'p, akalar bozor qizyapti, xudo xolasa, qizigan joyiga. Manaqalardan go'zallarini ko'rsatib qo'yamiz akalar. Oyoq tuyoqlari hamma yo'q, chiroyli. Yoshlari qanaqa ekan aka buni? Manisi qo'zi, manisi 2 yashar. 2 yashar bu qo'zi mana bu aka hali. Manisi sari qo'zi. Yo'q, Buzmagan. Tishi buzmabdi, bu qo'zi ekan hali bu. Bunisi mana 2 kishi. Ha, 2 yashar, 2 ta tishi bor ekan, xudo xolasa. Bunisi mana 4 kishi yo'lda. To'g'ri ko'ragan, xudo xolasa. Bunisi 6 ta. 6 talik. Yebich salomatchiligi aka, xudo xolasa garantiyalarni berilaveradimi? Xudo xolasa berilaveradi. Narxlari qanaqa bo'lyapti aka? Necha pul so'rayapsiz? Bu ikkosini 7,5 dan deyapman. Bu ikkoviga 7,5 dan. Ular 8,5 dan. Bular 8,5 dan. Akalar bo'yiga mana ikkita kichkina bilan ikkita kattani bir 10 sm farq qiladi bo'ylari, xudo xolasa. 90 kami yo'q. Ha, mana 90 plyusga deyapti aka. Bu ham deyarli pasti 90 plyus ekan. Kecha o'lchashda 90 o'lchashda. 90 o'lchashda. Mana ular shunda 80 bo'lyaptimi? Ya bu yog'i 75. 75 plyus. 75 tepalar. 75 plyus.
Aka, bu aytilingan narxlar muhim emas, ha? Xayr kam bo'ladimi? Ha, telefon qilsa kelishini beraveramiz. Telefon qilishsa telefon nomerlarini aytib ketamizmi aka? 88 88lik 210 210 27 50 20 50. ha 20 50 ga. Qo'ylar qayerdiki aka? Andijonda o'ziniki. Dastlabkilari qanaqa bo'ladi aka? Kelishilgan narxda. Andijonda o'zigami yo Vodiy Namangan, Vodiy bo'ylab ketaveradimi? Kelishib qolsak ketaveradi. Bo'ladi. Ha, Vodiy bo'ylab dastlabki sekin olib borib berilaveradi, xudo xolasa. Zo'r. Mayli aka, bozoringizni bersin. Akalar Vodiy bo'ylab dastlabki sekin kelishib qolsak, xudo xolasa bemalol dastlabki. Ha, mashinalari bor ekan. Bu dastlabkasidan muammo yo'q deyapti. Bemalol aytilingan nomerlarga aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlarni akani o'zidan olishlari mumkin. Quyosh chiqib qolyapti, yaxshi ko'rinmayapti. Quyoshga qarshi bo'lib qolibdi akalar. Qo'ldan kelgancha unaqa ko'rsatib qo'yamiz. Oyoq tuyoqlari, qo'chqorlarni go'zallaridan. Bozor ekan, aka shunaqa. Aka, assalomu alaykum, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Aka, buni yili qanaqa ekan, oylari? 8,5 so'rashdi. Bermadinglar, ha? O'zingiz anaqa hisobingiz qancha aka? 9 tepasiga yursa beriladi. Bularchi aka, bo'lari? 7,5 bunda. Bunga 8 million. Bunisi aka? Buni 7 ga. Ozgina xayr kam bo'ladimi aka? Qo'l qisib naqd pulga so'ragan. Sotilishi, bo'lishi, ha? Yebish salomatliklari xudo xolasa zo'r, ha? To'rovini bitta joyga olaman desachi. Alohida narx chiqaradimi? Bitta optimlar ham aytib ko'rasizmi yo? Optimiga bitta joyga oldim desa, xayr kam bilan qancha bo'ladi aka? 8 dan beri. Qo'yiq suyugi 8 dan ketaveradi, xudo xolasa. Bunga onlayn qiziqqanlarga telefon nomerlar, aka bizga yoqdi deb telefon qilishsa nima bo'ladi aka? Unga imkoniyatlarimiz yo'q, xudo xolasa hozir. Akalar, hozirda imkoniyatlari yo'q ekan onlayn savdoga. Agar to'rovim tejaga olaman desa 8 milliondan baraka deyapti. Akalar, xudo xolasa bugungi qo'yli ma'lumotlarimiz qo'ldan kelgancha sizlarga taqdim qilish harakat qildik. Endi bozor endi qizyapti, xudo xolasa. Odam ko'p akalar, xudo xolasa. Keyingi videoda xudo xolasa navbatdagi videolarimizni kuzatishda davom eting. Undan keyingi videolar xudo xolasa yosh ko'chat novvoslar, boqma buqalar haqida bo'ladi akalar. Bitta-bittadan like'larni bosib, mana arzimagan mehnatimizni sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lmasdan kuzatayotgan kuzatuvchilarimizga obuna bo'lib qo'yasizga umiddamiz. Akalar, xudo xolasa keyingi videolarga o'tamiz.